Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi sizlar bilan o'tkazilgan ma'ruzamiz sut va sut mahsulotlarining aholi ovqatlanishidagi ahamiyati to'g'risida bo'ladi. Ushbu ma'ruzamizni o'qishdan asosiy maqsad talabalarni sut mahsulotlarining ozuqaviy, biologik, fizik, kimyoviy xususiyatlarini, ular orqali yuqadigan kasalliklarni gigiyenik asoslashdan iboratdir. Ma'ruzamizda ko'riladigan asosiy savollar sutning fiziologik ahamiyati to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Sutning turlari va uning tarkibi to'g'risida hamda sutning bexatarligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Sut va sut mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalarga qo'yiladigan sanitariya-gigiyena talablari 0039/22 sonli sanitariya qoida va me'yor asosida olib boriladi. Ushbu sanitariya qoida me'yorlarga asosan sut mahsulotlari bu xom sutdan yoki uning tarkibiy qismlaridan va sut mahsulotlaridan sutni qayta ishlash uchun qo'shimcha mahsulotlarni qo'shgan holda yoki qo'shmasdan tayyorlanadigan, sutni qayta ishlash uchun funksional zarur bo'lgan tarkibiy qismlarni o'z ichiga olgan hamda sutga xos bo'lmagan yog' va oqsillar qo'shilmagan oziq-ovqat mahsulotlaridan iboratdir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, o'sha sut va sut mahsulotlarini o'rganishda tahliliy kompaniyaning tadqiqotiga ko'ra 2024-yilda dunyoda aholi jon boshiga o'rtacha sut va sut mahsulotlari iste'moli 56,4 kilogrammni tashkil etgan. 2030-yilga borib dunyoda sut taqchilligi 15,2 million tonnani tashkil etar ekan. Bu texnologik taraqqiyot va atrof muhit omillari bilan bog'liq bo'lar ekan degan xulosaga kelish mumkin. 2022-2023 yillarda dunyoning 80% mamlakatlarida sut mahsulotlari narxi oshgan. Sut mahsulotlarini ortiqcha ishlab chiqaradigan rivojlangan davlatlar ayrim mamlakatlarning kamomadini qondirib, 2023-yilda sut ishlab chiqarishni 0,3%ga kamaytirgan. Dunyoda quruq moddalar bo'yicha aholi jon boshiga o'rtacha sut iste'moli 2022-yildagi 12 kilogrammdan 2032-yilda 15 kilogrammgacha oshgan. Sut bu almashtirib bo'lmaydigan mahsulot bo'lib, tarkibi mutanosiblashgan, ya'ni har xil mikroelementlar, vitaminlar va hokazolardan iborat bo'ladi. Ushbu mahsulot ko'pchilik aholining ovqatlanishida nisbatan kengroq tarqalgan. Inson o'z evolyutsiyasi davomida uni tug'ilgandanoq ola boshlaydi va butun umri, ya'ni hayot davomida iste'mol qiladi. Sut murakkab kimyoviy tarkibga ega bo'lib, biologik qiymati bo'yicha u boshqa barcha oziq-ovqat mahsulotlaridan ustun turadi. Sut tarkibida 100 dan ortiq turli xildagi moddalar, jumladan 30 dan ortiq yog' kislotalari ham mavjud. 20 ta turdagi aminokislotalar, 40 tagacha turli xildagi mineral elementlar, 16 turdagi vitaminlar gruppasi, ko'plab fermentlar va boshqa moddalardan iborat bo'ladi. Sut yangi tug'ilgan hayvonlarning tarkibiy ozuqasi ham bo'lib hisoblanadi. U plazma va turli moddalardan tashkil topgan biologik suyuqlik sifatida qaraladi. Sutda arachidon kislotasi va oqsil, lisitinli kompleksga boy mahsulotlar ko'p bo'ladi. Sut va sut mahsulotlari ozuqaviy qiymati ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan mahsulotlarga kiradi. Ovqatlanish jarayonida sut va sut mahsulotlari hayvon oqsili, kalsiy, vitamin B2 va A vitaminlarining asosiy manbai bo'lib hisoblanadi. Sut tarkibida shu aminokislotalar orasida o'rnini hech narsa bosa olmaydigan, ya'ni organizmda sintez qilinmaydigan va ovqat bilan birga
organizmga kirib turishi shart bo'lgan aminokislotalar mavjud. Almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar ichida eng muhimlari 3 bo'lib, bularga metionin, triptofan hamda lizin kiradi. Metionin bu yog' almashinuvini boshqaradi. Jigarda yog' infiltratsiyasini oldini oladi. Metioninga bo'lgan ehtiyoj sutkasiga 3 grammni tashkil qiladi. Lizin aminokislotasi qon ishlab chiqarish bilan bog'liqdir. Lizin yetishmasligi qon hosil bo'lishining buzilishiga hamda qizil qon tanachalari, eritrositlar va gemoglobinni pasayib ketishiga olib keladi. Lizinga bo'lgan ehtiyoj sutkasiga 3-5 grammni tashkil etadi. Triptofan biologik xususiyatga ko'ra to'qima sintezida, moddalar almashinuvi va o'sishida ishtirok etadi. Organizmning triptofanga bo'lgan ehtiyoji sutkada 3 gramm bo'lib, u sut oqsili kazeinda emas, balki albuminda ko'proq bo'ladi. Triptofanning manbai bu tvorog bo'lib, 100 gramm tvorog tarkibida 0,2 grammni tashkil etadi. Ichimlik suti bu yog'lilik darajasi odatda 0,5 dan 6% bo'ladigan chuchuk sut mahsuloti bo'lib, tabiiy sut xomashyosi, nosut tarkibiy qismlari qo'shilmay va issiqlik ishlovi bergan holda tayyorlanadi. Bu yerda sigir suti va albuminli sut tarkibida ona suti bilan taqqoslaganda ularning tarkibida suv, kazein, albumin hamda boshqa moddalarning bo'lishi taqqoslab o'tilgan. Quruq sut bu uzoq, ya'ni 6 oy va undan ko'proq saqlanuvchi zaxiralarni yaratish maqsadida tabiiy sut xomashyosini pardali yoki purkab quritish usulida olinadi. Quyultirilgan sut yuqori kaloriyali mahsulot, yashirin yog' va qand manbaiga kiradi. Davlat standarti bilan tasdiqlangan pasterizatsiyalangan yaxlit sigir suti 88%, shakar siropi 12%, ya'ni shu sigir suti tarkibida mana shu moddalar shuncha foizgacha bo'ladi. Sigir shu suti tarkibida, ya'ni ichimlik suti tarkibida nimalar bo'lmasligi shart? Bunda o'simlik oqsillari, o'simlik yog'lari, quyuqlashtiruvchi moddalar, shirin ta'm beruvchilar, bo'yoqlar hamda tashqi qavat, qopqoq va tubidagi notekis shakli va bundan tashqari bankadagi bo'ylama temirchoqlarning zanglagan dog'lari va nuqsonlari bo'lmasligi kerak. Quyultirilgan sut ishlab chiqarishda quruq sut, qaymoq, maslyanka, shakar va sut hamda shakar, ya'ni laktoza suvga ruxsat beriladi. Boshqa hech narsa sut tarkibida o'rin ololmaydi. Quvvat sarflanishi 2800 kilokaloriya bo'lgan katta yoshli sog'lom odamning ratsioniga har kuni 500 grammdan kam bo'lmagan sut va suyuq sut mahsulotlari kiritilishi kerak. Xom sigir suti infeksion kasallik xavfi bo'lmagan xo'jaliklarda sog'lom hayvonlardan olinadi. Sut sog'ib olingandan keyin kamida 2 soatdan kechiktirilmasdan tozalanishi va sovitilgan bo'lishi kerak. Sutni harorati topshirish, qabul qilish paytida korxonada 10 gradus Selsiyadan, xo'jaliklarda esa 6 gradus Selsiyadan yuqori bo'lmasligi lozim. Sut ingibatsiya, konservatsiya va neytrallovchi moddalar, og'ir metall, 15 grammli tuzlarga ega bo'lmasligi, shuningdek 1027 kilogramm metr kubdan past bo'lmagan zichlikka ega bo'lishi kerak. Qaymoq bu umumiy yog'liligi 10% va undan ko'proq bo'ladigan chuchuk sut mahsuloti bo'lib, nosut tarkibiy qismlarini qo'shmagan holda tabiiy sutdan tayyorlanadi hamda olinadi. Saryog' asosan sut mahsulotlaridan iborat bo'lsa-da, u yuqori yog'li tarkibi xususiyatga ega bo'lganligi sababli oziqaviy ko'rsatmalarda qo'shilgan
yog'lar sifatida tavsiflanadi. Sut qatiq mahsulotlariga issiqlik ishlovi berilgan tabiiy sutdan nosut tarkibiy qismlarni qo'shmagan holda maxsus tomizg'ilar va spesifik texnologiyalarni qo'llab tayyorlangan turli xildagi mahsulotlar kiradi. Aksidofilin sutni aksidofil tayoqchalari, laptokoklar va tomizg'ilarning teng nisbatda olinib, qatiq zamburug'larida tayyorlangan toza kulturalari bilan ivitib tayyorlangan mahsulot hisoblanadi. Ayron sut, qatiq va spirtli bijg'ishning aralash mahsuloti bo'lib, sutni termofil, nordon sut streptokoklari, nordon sut bolg'ar tayoqchasi va achitqilarning toza kulturalari bilan ivitilgan holda tayyorlanadi. Variantes sterillangan yoki 92 ya'ni 2 gradus Selsiy haroratda 40-80 minut issiqlik ishlov berilgan sutni termofil, nordon sut streptokoklarining toza kulturalari bilan ivitilgan holda tayyorlanadi. Kefir bu nordon sut va spirtli bijg'ishning aralash mahsuloti bo'lib, sutni kefir zamburug'larida nordon sut bakteriyalari va achitqilarni qo'shmay tayyorlangan tomizg'i bilan ivitib tayyorlanadi. Ryazenka eritilgan yog' va qaymoqni termofil, nordon sut streptokoklarining toza kulturalari bilan ivitilgan holda tayyorlanadi. Smetana bu qaymoqni laptokoklar yoki laptokoklar va termofil, nordon sut streptokoklarining 0,8-1,2 nisbatdagi toza kulturalari bilan ivitib tayyorlangan mahsulot hisoblanadi. Tvorog, shu jumladan granullalangan tvorog konsentrlangan sut oqsillari manbai bo'lib hisoblanadi. Tvorog ushbu sut qatiq mahsuloti sutni toza laktokoklar va termofil, nordon sut streptokoklarining 1,5-2,5 ya 1 nisbatdagi aralashmasining toza kulturasi yordamida ivitilib olinadi. Tvorogning 1 gram mahsulotidagi nordon sut bakteriyalari soni 10 koyidan kam bo'lmaydi. Oqsilning jami ulushi esa 14% kam bo'lmasligi kerak. Pishloq, sir, sutni ivitib ishlov berish yo'li bilan tayyorlanadigan oziq-ovqat mahsuloti hisoblanadi. Tarkibida 15-27% yengil hazm bo'ladigan oqsil, shu jumladan almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar hamda 20-32% yog', shuningdek kalsiy, fosfor tuzlari va vitaminlardan iborat bo'ladi. 100 gram oliy nav pishloq kaloriyasi 350-400 kilokaloriyaga teng. Pishloq parhez va shifobaxsh xususiyatga ega, yengil, deyarli to'la hazm bo'ladi. Pishloqning fermentlanish jarayonida oqsilning nordon sut va gidrolitik parchalanishi va laktozaning sut kislotasiga aylanishi asosiy o'rinda turadi. 100 gram sir tarkibi ko'p miqdorda kalsiy va tuzdan iborat bo'ladi. Bu jadvalimizda sut tarkibida organizmning yashashi va sog'lom rivojlanishi uchun hamma moddalar jamlangan. Bularda masalan suv, quruq qoldiq miqdori sutning, sut yog'i, oqsil, kazein, oqsil va hokazo. Bularning barchasi vitaminlar, pigmentlar, mikroelementlar, ammiak hamda shunga o'xshash ko'pgina moddalardan iborat bo'ladi. Sutning tarkibi 120 dan ortiq qimmatli komponentlardan, 20 tagacha mutanosiblasgan aminokislotalardan, 60 ga yaqin yog' kislotalaridan, mineral elementlar, vitaminlar hamda uglevodlardan iborat bo'ladi. Sut tarkibi yana sutning asosiy uglevodi, noyob sut qandi, laktoza, ya'ni glyukoza va galaktozadan tashkil topgan disaxaridlardan iborat bo'ladi. Sigir sutida u laktoza ko'rinishda namoyon bo'ladi.
Laktozaning ichakdagi hazmlanish jarayoni laktoza fermenti borligi va faolligi bilan bog'liq bo'ladi. Sutning mineral tarkibi birinchi navbatda kalsiy va fosforning yuqori tarkibi va optimal muvozanatlashganligi, ya'ni uyg'unlashganligi bilan ajralib turadi. So'nggi paytlarda sutning eng qimmatli tarkibiy qismi oqsillar hisoblanadi. Sut oqsillari. Sut oqsili inson uchun zarur bo'lgan barcha aminokislotalarni o'z ichiga oladi. Sut oqsillari asosan 3 turdagi oqsillar, ya'ni kazein, albumin va globulindan iborat bo'ladi. Sutdagi barcha oqsillarning o'rtacha 76-88% kazein ulushiga to'g'ri keladi. Sut oqsilining hammasi to'la qimmatli 20 ta turdagi aminokislotani o'z tarkibida saqlaydi. Sut tarkibidagi yog'lar mayda tomchilar shaklida bo'lib, ular tegishli sharoitlarda yuqoriga ko'tarilib, qaymoq qatlamini hosil qiladi. Yog' tomchilarining diametri o'rtacha 3-4 mikronga teng bo'ladi. Sut yog'lari o'sib borayotgan va rivojlanayotgan organizm uchun muhim qurilish materiali hamda energiya manbai bo'lib hisoblanadi. Sut yog'i asosan to'yingan, ya'ni 65-70% gacha va to'yinmagan 30% gacha yog' kislotalari va oz miqdordagi to'yinmagan yog'li kislotalardan taxminan 5% gachasi shu to'yinmagan yog' kislotalaridan iborat bo'ladi. Sut yog'lari boshqa yog'lar singari quvvat manbai bo'lib ham hisoblanadi. Uning erish harorati inson tanasi haroratidan past bo'lib, 28-30 gradus Selsiyani tashkil etadi. Sut yog'lari tarkibida stearin kislotasi kam bo'lib, bu sut yog'larining 98% o'zlashtirilishiga sharoit tug'diradi. Sut yog'ida 60 dan ortiq yog' kislotalari bo'lsa, boshqa yog'larda u 5-7% ni tashkil qiladi. Sut yog'i tarkibida yarim to'yinmagan yog' kislotalari bu ateroskleroz kasalligini, ya'ni oldini oladi. Ular ichida arachidon kislotasi ayniqsa bu borada juda ham muhim hisoblanadi. Sut yog'ida sklerozga qarshi fosfatidlar bor. Sut yog'ida stearinlar ham mavjud bo'lib, stearinlar tarkibidagi ergosterin quyosh yoki ultrabinafsha nurlari ta'sirida vitamin D2 ga aylanadi. Sut tarkibida uglevodlarga bulardan oladigan bo'lsak, laktozani olishimiz mumkin. Bu sut qanda asosan mushaklarga quvvat beruvchi va hujayra to'qimasining tarkibiy qismiga kiruvchi uglevodlardan iborat bo'ladi. Sut tarkibida turli mikroelementlar, fermentlar, immun tanachalar, antibiotik kabi moddalar ham juda ko'p miqdorda bo'ladi. Kazein, bu tvorog, undagi tayyorlanadigan mahsulotlar va sirlarning asosiy tarkibi qismi hisoblanadi. Sutda 0,1% miqdordagi globulin bor, lekin u antibiotik va immun xossalariga ega bo'lib, organizmni yuqumli kasalliklardan himoya qiladigan antitanalar manbai bo'lib xizmat qiladi. Sut olish usullari pasterizatsiya, sterilizatsiya hamda uterizatsiya turlaridan iborat. Pastirlangan sut bu uzoq muddatli past haroratda olinishi mumkin, ya'ni 63-65 darajada 30 daqiqada tayyorlanadi. Qisqa muddatli 72-75 darajada 30 soniyada. Bir zumda esa 85-90 gradus Selsiy darajada o'sha sutlar pasterizatsiya qilinadi. Sutdan, ya'ni sut va sut mahsulotlari o'tadigan kasalliklar bu tuberkulyoz, bruselyoz, oqsim, mastit, ichak infeksiyalari hamda o'ta xavfli infeksiyalar bo'lib hisoblanadi. Sutga bo'lgan gigiyenik talablar bular. Birinchi navbatda uning kislotaligi 20 gradus Kelvindan oshmasligi kerak. Normallashgan, ya'ni me'yordagi sutning yog'liligi 3,2% gacha bo'lishi, uning tarkibida kolesterin miqdori 0,3 milligramda bo'lishi kerak. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki,
Sut va sut mahsulotlari ozuqaviy qiymati ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan mahsulotlarga kiradi. Tarkibida salmoqli miqdorda almashtirilmas nutrientlar mavjud bo'lib, yuqori darajada hazmlanish va so'rilish qobiliyatiga ega bo'ladi. Sut tez buziluvchan mahsulot, uning sifati nazorati doimiy sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi markazi xodimlari nazoratida bo'lishi kerak. E'tiborlaring uchun rahmat. Agar savollar bo'lsa, mavzu bo'yicha marhamat berishlaring mumkin.